Assalomu alaykum. Bugun Rafaello qilishni ko'rsatib beraman. Hayitlarga ham pishirsanglar bo'ladi buni. Rosa dasturxonga chiroyli vid beradi. Birinchi bize qilib olamiz. Bize qilish boshqa videolarimda bor. Shuning uchun to'liq ko'rsatmadim. Yana boshqatda. Mana 3 ta tuxumga hozir bize pishirilib olinadi. Bize kichkinaroq qilib quyinglar, katta qilib quyib yubormanglar. Oddiy turbuchka nasatkadan chiqarib qo'yasizlar. Mana pishib chiqdi bizeyim. Ko'rayotganinglardek. Mana 3 ta tuxumga 1 list bo'ladi o'zi. Endi buni mana yaxshilab orqasini qoshiqning orqasida yoki pichoqning uchida danedek qilib o'yib olinadi. Hammasini shunaqa qilib o'yib olasizlar. Bir xilda qilib o'yinglar, lekin ehtiyot bo'lib o'yinglar. Birdan qattiq qilib o'yib yormanglar, sinib ketadi. Sekin-sekin ehtiyotlik bilan o'yasizlar, sindirib yormanglar. Bize chunki sinib ketadigan narsa. Hammasini shunaqa qilib o'yib olasizlar. Mana o'yib oldimmi? Endi kremini tayyorlaymiz. Bir piyla qaymoq yoki korobkali slivka solasizlar. Muzdek bo'lsin qaymog'inglar, idishinglar ham muzdek bo'lsin. Har doim qaymoq krem qilayotganinglarda shunga ahamiyat beringlar. Idishni ham birpas xolodilnikka qo'yib olinglar. Mana 3 osh qoshiq quyultirilgan sut solamiz, moloko. Yaxshilab ko'pirtiramiz. Ko'pirtirganda mikserga izi tushguncha ko'pirtiriladi. Undan quyuq qilib ko'pirtirilmaydi. Gul chiqaradigan krem bo'lishi shart emas bu. Oddiy mikserga izi tushishi bilan o'chiriladi mikser. Mana shunaqa suyuqroq holda bo'ladi. Endi bizeyimizni kukunini o'ygan kukunimiz ustiga bir piyla maydalangan yong'oq yoki yer yong'oni maydalangani ham bo'ladi. 3 osh qoshiq kremni solib aralashtirib olamiz. Yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtiringlar. Mana bizeylarni o'sha o'yilgan joyiga mana shu yong'oqli kremdan solib, ikkita tomoniga ham solib yopishtirib chiqamiz. Oshiqcha sovormanglar, oshib qolmasin. Yopishadigan darajada bo'lsa bo'ldi. Men hozir bir-biriga o'lchab qo'yaman, chunki men bizeylarim sari shoshib qolganimga hajmi har xilroq bo'lib qopti. Sizlar bizeyni bir xil qilib qo'ysanglar, o'lchab o'tirishinglar hojati bo'lmaydi. Hammasini shunaqa qilib yopishtirilib olinadi. Endi qaymoqli kremimizga belab olib, keyin 200 gram kokosimizga yengil belab olamiz. Qo'lda qilmaslikning iloji yo'q, hamma yog'inglar krem bo'ladi. Boshqa narsada qilib bo'lmaydi chunki buni. Buni endi xolodilnikka kechasi bilan qo'yib qo'yamiz. Kremlarini shimib, qo'lingizga yopishmaydigan darajada keladi. Mana Rafaello tayyor. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Dasturxoningizga ko'rk bo'ladi. Yoqimli ishtaha hammanglarga. Rahmat.